Shokoladli, ho'l bo'lib turadigan, tayyorlanishi ham oddiy, hammada o'xshab chiqadigan yumshoq keks tayyorlashni ko'rsataman. Ko'rib turganinglardek, oralaridan ham shokoladlar oqib turadi. Buni tayyorlash esa juda ham oson. Tuxumga shakar solib, venchikda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ketidan sut, o'simlik yog'i, un, kakao va razrihlitilni solib, yaxshilab ko'pirtirib, venchikda aralashtirib olamiz. Qolipga yopishmasligi uchun men saryog' bilan un qilardim, bu gal kakao qildim. Oldindan qizib turgan 160-170 gradusda 1 soatda pishirib oldim. Pishganda ustidan kofeli qaynoq shirin suvni quyib, propitka qilib oldim. Qancha ko'p teshsanglar, shuncha ko'p shokolad ketadi. 2 ta shokoladni qaymoq bilan eritib oldim. Teshikchalarini to'ldirib, shokoladimizni quyib oldim. Yumshoqqina shokoladli keksimiz tayyor. Video retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, ko'proq yaqinlarga jo'natinglar va obuna bo'lishni unutmanglar. Zo'r retseptlar oldinda. Shokoladli, ho'l bo'lib turadigan, tayyorlanishi ham oddiy, hammada o'xshab chiqadigan yumshoq keks tayyorlashni ko'rsataman. Ko'rib turganinglardek, oralaridan ham shokoladlar oqib turadi. Buni tayyorlash esa juda ham oson. Tuxumga shakar solib, venchikda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ketidan sut, o'simlik yog'i, un, kakao va razrihlitilni solib, yaxshilab ko'pirtirib, venchikda aralashtirib olamiz. Qolipga yopishmasligi uchun men saryog' bilan un qilardim, bu gal kakao qildim. Oldindan qizib turgan 160-170 gradusda 1 soatda pishirib oldim. Pishganda ustidan kofeli qaynoq shirin suvni quyib, propitka qilib oldim. Qancha ko'p teshsanglar, shuncha ko'p shokolad ketadi. 2 ta shokoladni qaymoq bilan eritib oldim. Teshikchalarini to'ldirib, shokoladimizni quyib oldim. Yumshoqqina shokoladli keksimiz tayyor. Video retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, ko'proq yaqinlarga jo'natinglar va obuna bo'lishni unutmanglar. Zo'r retseptlar oldinda.